personal va majorita saylov tizimi orqali qabul qilinadigan bo'ldi, saylanadigan bo'ldi. Ya'ni 75% to'g'ri xalqimiz tomonidan ovoz berish va qolgan 75 nafari esa siyosiy partiyalar tomonidan proporsional ravishda saylanadigan bo'ldi. Umuman konstitutsiya haqidagi bor ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Yana qanaqa o'zingizlarning shaxsiy savolinglar bo'lsa, universitet haqida, karyera haqida qanaqa savollar bo'lsa, alohida javob beramiz. Marhamat. Sizda yaxshi bor. Xalqaro va siyosiy huquqlar dedingiz-ku? Xalqaro va siyosiy huquqshunoslik dedim, to'g'ri? Mana shu yuridik universitetda boshqa davlatlar bilan hamkorligi bor, misol Polshaga ketsa bo'ladi. Yaxshi savol bo'ldi. Qaysi davlatlarga ketsa bo'ladi, qanday? Rahmat savol uchun tushundim sizni. Demak, bizda akademik erkinlik bor. Ya'ni universitetimiz alohida chet davlatlari bilan, chet davlat universitetlari bilan hamkorlik o'rnatadi va talabalar almashinuv exchange dasturlari amalga oshiriladi. Hozirgi kunda xalqaro boshqarma tomonidan 20 dan ortiq davlat bilan talabalar akademik mobillik dasturi ishlab chiqilgan. Ya'ni har yili talabalarimiz har semestrda to'g'rirog'i almashamiz. Ya'ni ulardan bizga keladi, bizdan ularga bo'ladi. Misol uchun Polshaga akademik tanlov bor, exchange bor, ya'ni unga ko'ra ikkita universitet bilan, ya'ni Adam Smith va Gdansk universitetlari bilan alohida hamkorligimiz bor. Gdansk universitetiga har yili 5 ta, har semestrda 5 talaba grant yuboradi va Adam universitetiga 30 ta ko'proq grant ajratilgan. Shaxsan men ham hozir Gdansk universitetini grantiga tavsiya etilyapman, xudo xolasa hujjat topshiryapman. Agar o'xshasa, Polshaga ketish niyatim bor, o'zimda exchange qilib, bir semestr